Vaba mezgilida oziq-tuliklarni uyda saqlab olishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Vaba sababidan butun dunyo miqyosida sirtqa chiqish cheklanish va karantinga elinish qatorliq chora-tadbirlar yurgizilayotgan bugünkidek sharoitda uylarimizga zarur bo'lgan oziq-tulik va ehtiyot tushadigan narsa-keraklarni akirib saqlashning hukmi nima? Bu tavakkulga zid kelamdi. Axloq va odamiylikka taqshamdi. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamdu sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Islom shariati kelajakdagi ehtiyoj uchun oziq-tulik saqlab olishga yo'l qo'ygan va uni turmushdagi mubah, hatto mustahab ishlar qatoridan deb qaragan. Islom fiqhi qoidalarimi buni muayyanlashtirgan. Qur'on Karimga qaraydigan bo'lsak, Allohning payg'ambari Yusuf alayhissalom podshohning tushiga tadbir berganida kelajakda keladigan 7 yillik qahatchilik krizisidan ogohlantirgan va Allohning uning ko'ngliga selishi bilan oziq-tulik saqlab olish haqida puxta plan tuzgan va shundaqla ijro qilgan. 7 yillik plandan iborat bu ilohiy tadbir keyincha iqtisodshunoslarning 5 yillik va 10 yillik planlariga asos bo'lib qolgan. Yusuf aytdi: 7 yil üzüldürmey tiraqchilik qilinglar. Algan huzurunlardan yeyish uchun azg'anisidan boshqa hammasini boshqa bilan qo'yinglar. Shuningdan keyin qahatchilik bo'lgan 7 yil keladi. Bu yillarda ilgari to'plab olgan ashliqlardan saqlab qo'yiladigan azg'anisidan boshqa hammasini yeb tugutisizlar. Yuqorqi oyat biz yo'l qo'yayotgan krizislar va taqimi og'ir kunlar uchun ehtiyojli narsalarni saqlab olish tadbirining shariatga zid kelmaydiganligiga dalildir. Yana payg'ambar alayhissalomning bola chaqalari uchun 1 yillik oziq-tulikni saqlab qo'ydiganligi rivoyat qilingan. Umar roziyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Bani Nazir xurmallarini setib, ayollar uchun 1 yillik oziq-tulikni saqlab qo'yatdi. Hafiz ibn Hajarning bayon qilishicha, payg'ambar alayhissalomning oila tavobatlari uchun 1 yillik oziq-tulikni saqlab olishi amaliy sharoitdan kelgan bo'lib, o'z vaqtida Madinadagi asosli oziq bo'lgan xurma bilan arpadan yilda bir qatim hosil elinadi. Navoda har 2 yilda bir hosil elinadigan biror narsa bo'lsa edi, balki 2 yillikni saqlab olgan bo'ladi. Demak, bu hadis odatdagi ahvollarda bola chaqalari uchun 1 yillik oziq saqlab qo'yishning joizligini ko'rsatadi. Yuqoridagisi zamindan chiqqan hosil haqida kelgan hadis bo'lib, bozordan oziq-tulik sotib olib saqlab olishning hukmi zamindan chiqqan hosilni saqlab olishning hukmiga o'xshash bo'lamdi. Qozi Iyazning bayon qilishicha, yuqori hadisga asosan bir qism ulamolar uni o'xshashli joiz deb qaragan. Albatta, bu to'g'ri tanlash. Chunki Aisha radhiyallohu anha mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir yahudiydan nisiga ashliq sotib olib, uningga sautini raniga qo'ygan. Yana bir rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot bo'lganda sauti bir yahudiyning qashida 30 sa arpa uchun raniga qo'yoqliq edi degan. Yana bir qism olimlar bahoni o'riltib etishga elib bormaydigan bo'lsa joiz bo'ladi deb qaragan. Yuqorqilarning hammasi odatdagi ahvolning hukmi bo'lib, qahatchilik va alohida krizis vaqti bo'lsa, olimlarimiz 1 yillik oziq-tulik saqlab olishga bo'lmaydi deb qaraydi. Undaqda acharchilik yoki boshqa qiyin ahvollarda qancha kun saqlab olishga ruxsat bor? Buningda hadislarda qurbonlik go'shini saqlab olish to'g'risida 3 kun chek bekitilganligini ko'rib olamiz. Yurtda acharchilik yoki favqulodda namoratlik ko'rilmagan yoki muhojir musulmonlar kelib qiynalib qolmagan ahvolda qurbonlik qilguvchi qurbonlik malining go'shining bir qismini o'zi yeyish uchun yil bo'yi xohlagancha saqlab olsa bo'ladi. Salama ibn Akva radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sizlardan kimki qurbonlik qilgan bo'lsa, 3 kecha qo'nib tong atqozganida uning go'shidan uyda azroqmi qolmasin degan. Keyingi yili sahobalar: "Ey Rasululloh, qurbonlikning go'shini o'tgan yildagidek bir taraf qilamdoq" deb so'raganda, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "O'zinglarmi yanglar, boshqalarga mi yegizinglar, ham saqlab olinglar. O yili kishilarning qiyinchiligi bor edi. Shunga ashu ahvolda yordam qilishinglarni maqsad qilgan edim" degan. Yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Men sizlarni qabristonlikni ziyorat qilishdan to'sgan edim. Endi ziyorat qilsanglar bo'ladi. Qurbonlikning go'shini 3 kundan ortiq saqlab yeyishdan to'sgan edim. Endi qanchalik saqlab yesanglar bo'ladi" degan. Imom Shafi'i rahimahulloh mundaq deydi: Muhojirlar kelib qolgan ahvolda qurbonlik go'shini 3 kundan ortiq saqlab yemaslik to'g'risida cheklama kelgan. Undaq bo'lmagan ahvolda o'zi yeyish, saqlab olish va sadiqa qilishga ruxsat qilingan. Demak, ashliq qiyinchiligi bo'lmaganda qurbonlik go'shini va ashliqni yil bo'yi saqlab yeyisi bo'ladi. Ashliq qiyinchiligi bo'lsa 3 kundan ortiq saqlab olishga bo'lmaydi. Hamda hozirgi vaba sharoitidagi qiyin ahvolga qaraydigan bo'lsak, Turkiyani ilib aytganda oziq-tuliklarda qisliq yoki acharchilik ahvoli yuz bermadi.
faqatla sirtqa chiqishga chek qo'yildi. Sahiyya xodimlarining ko'rsatmasi bo'yicha uydan sirtqa chiqmaslik, bozor va do'konlarda qistilib yurmaslik, patparaq bo'lib ketmaslik uchunmi uyda ma'lum vaqt yetadigan oziq va ehtiyojli narsalar saqlanishi zarur. Shundala davlatningmi, doktorlarningmi yuki yengillaydi. Buning uchun bozorda alohida ziyonliq ahvolga sabab bo'lmagan asosda har bir oila aqallisi 1-2 haftalik asosiy ehtiyojni qamdaydigan oziq-tulik va boshqa kerakli narsalarni saqlab olsa bo'ladi. Yuqoridagi oyat va hadislar shundaqla krizislarga oldin tayyorlik qilib chora-tadbir elish buni joiz deb qolmay, balki taqozo qiladi. Olimlarning bayonlari buni ko'rsatadi. Imom Navaviy rahimahulloh mundaq deydi: Barliq olimlar payg'ambar alayhissalom qilgandek yerdan olgan hosilni saqlab olishning joizligida birdek ittifoq. Ammo bozordan sotib olib balchaqalarga oziq-tulik saqlab olmoqchi bo'lsa, qisliq va qahatchilik zamonida 1 yillik saqlab olishi joiz bo'lmaydi. Balki musulmonlarga ig'ir kelmaydigan tariqada bir necha kunlik yoki 1 oylik oziq-tulikni saqlab olsa bo'ladi. Kengirchilik zamoni bo'lsa 1 yil yoki uningdan uzunroq yetkudek setib olib saqlab olsa bo'ladi. Qozi Iyaz ko'pchilik ulamolardan mushundaq naql qilgan. Yana bir qism ulamolar hamma ahvolda 1 yillik oziq saqlab olsa bo'ladi deb qaragan. Undaqda oziq-tulik qatorliq kerakli narsalarni saqlab olish tavakkulga zid kelamdi. Oziq-tulik saqlab olganda buning payg'ambar alayhissalomning sunnati ekanligini nazardan saqit qilmaslik kerak. Undaq bo'ladi ekan, bu saqlab olish qandoqsiga tavakkul qilishga zid kelsin. Balki bu tavakkulning dal o'zidir. Chunki tavakkul qilish sababini qilishni, planlashni, tadbir qo'llanishni o'z ichiga oladi. Tugini bog'lab andin tavakkul qil degan buyruqmi buni ta'kidlaydi. Demak, bu xil oziq saqlab olish Imom Navaviy qatorliq olimlar bayon qilgandek tavakkul qilishga zid kelmaydi, makruhmi bo'lmaydi. Anas radhiyallohu anhudan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam atigi bir narsa saqlamaydi deb buningga munosabatli hadis kelgan bo'lib, bu hadisning sanadi ojiz bo'lg'achqa 1 yillik oziq-tulik saqlab olish haqida kelgan sahih hadisga zid kelganlikdan normal ahvolda 1 yillik, qiyinchilik sharoitida 3 kunlik oziq saqlab olishni cheklashga dalil bo'la olmaydi. Shundaqdimi Imom Ibn Kasir tushungandek atigi bir narsa saqlamaydi degan hadisni tiz buzilib qaradigan narsalar ko'zda tutilgan deyilsa, sahih hadislarga zid kelmaydi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qilib bundaq deydi: Yamanliklar biz Allohga tavakkul qilguvchilar deb oziq-tulik olmayla haj qilg'ili keladi. Andan Makkaga kelganda kishilardan oziq-tulik so'raydi. Shuning bilan Alloh taolo oziq-tulik ilib olinglar. Eng yaxshi oziq-tulik taqvodorlikdir degan oyatni nozil qildi deydi. Demak, chora-tadbir ko'rish va sabablarni qilgandan keyin andan Allohga topshirish tavakkul qilish bo'ladi. Lekin oziq-tulik saqlab olishning ma'lum o'lchami bormi? Albatta, saqlab olish Allohning rizq berguchi ekanligiga ishonch qilgan asosda bo'lishi, baxillikqa olib bormasligi, oziq-tulikning buzilib ketishini keltirib chiqarmasligi, umum jamiyatning ziyniga bo'lmasligi va monopol qilishga olib bormasligi kerak. Undaqda monopol bilan uyda oziq-tulik saqlab olishning farqi nima? Monopol qilish uyda oziq-tulik saqlab olishdan mohiyat va hukm jihatda farqli. Chunki o'zi va bola-chaqalarning ehtiyojini qamdash uchun uyda oziq-tulik saqlab olish cheklanmagan bir ish. Ammo monopolchilik bo'lsa, qattiq hojatmand bo'lganlarning bahosi favqulodda qimmat bo'lsa-mu, deginiga elib ketishi uchun tovarni besib yetib olishdir. Monopol qilishda hasilab foyda olish uchun boshqalarga bahoni o'rlitib o'tish maqsad qilingan bo'ladi. Shunlashqa monopol qilish islom axloqiga zid keladigan og'ir jinoyat hisoblanadi. Bu sababdan payg'ambar alayhissalom monopol qilishni qattiq tarzda cheklab mundaq degan: Gunohkordan boshqasi monopolchilik qilmaydi. Hozirgidek og'ir ahvolda biror haftalik oziq saqlab olishning joiz va mustahabligini bayon qilish bilan birga tuvandagi bir qancha ishni tavsiya qilish zarur. 1. Isrof qilmaslik. 2. Monopol qilmaslik. 3. O'zaro rahim shafqat va mehr yetkazish. Qiyinchilikda qolganlarga yer yurakda bo'lish. 4. Zakatni vaqti kelmasimi, ehtiyojlilarning qiyinchiligini hal qilish uchun burunroq berib o'tish va vaqtidan kechiktirmaslik. 5. Saqlab oladigan oziq-tulik va boshqa narsalarni sotib olganda va saqlaganda saqlash usuliga alohida diqqat qilib, buzilib qolishidan yoki buzilib qolganlarni yeb selib, kasal bo'lishdan hazar aylash lozim. Valhasil, hozirgi vabo sharoitidagi qiyin ahvolda uydan sirtqa chiqmaslik, do'kon bozorlarda qistilib yurmaslik, patparaq bo'lib ketmaslik uchun uyda aqallisi 1-2 haftalik oziq-tulik va ehtiyojli narsalarni saqlab olish joiz va mustahabdir. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.